Tushda chelak, faqir ko'rishning ta'birlari. Kirmoniyning aytishicha, tushdagi chelak mol taklif qiluvchi kishidir. Tushida chelakni suv bilan to'ldirganini yoki chelak bilan suv tortayotganini ko'rsa, suv miqdoriga muvofiq ranju kulfat bilan mol topishini bildiradi. Tushida bir chelak toza suv borligini yoki kimdir o'ziga berganini ko'rsa, qo'liga osonlik bilan mol kirishiga dalildir. Tushida chelak bilan ariqdan suv olayotganini ko'rsa, uning miqdorcha mol topishini, lekin molni hiyla bilan qo'lga kiritishini bildiradi. Tushida suvni chelakdan yerga to'kayotganini ko'rsa, molni yaxshilik yo'lida xarj qilishini bildiradi. Ja'far Sodiqning aytishicha, tushida katta chelakka ega ekanini yoki kimdir unga berganini ko'rsa, moldor kishi bilan do'st bo'lishini va undan manfaat topishini bildiradi. Ibn Sirning aytishicha, tushdagi chelak xizmatkorga ishora qiladi. Agar yangi chelak sotib olganini ko'rsa, kanizak sotib olishi mumkin. Kimki tushida chelagi teshilib qolganini ko'rsa, kanizagidan birida ayb sodir bo'lishiga dalildir. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.